mana do'stlar, o'sha Volvo avtokompaniyasini, Volvo avtomashinalarini ixtiro qilgan, yo'lga qo'ygan o'sha pionerlar. Mana shu har bir mashinani o'zini tarifi bilan Volvo o'sha tryuklari, bular hammasi yangilik tabiiyki. Hozirgi zamonaviy traklar. Bunda ham Volvo yetakchilikda qo'lga olishga harakat qilib, juda ham ko'p innovatsiyalar qilyapti. Mana o'sha vintajlar do'stlar. 1946-yil, 50-yillar orasida ishlab chiqarilgan Volvo mashinasi do'stlar. Mana haqiqiy o'sha san'at asari do'stlar. O'sha paytda ham xavfsizlik, ham komfortga juda ham katta e'tibor berilgan Volvo kompaniyalarida do'stlar. Volvo PV 61-seriyasi ekan do'stlar mana. Okay, it's plastic. Bu endi o'sha zamonaviy hozirgi yilga, mana o'sha 2026-yilga Volvoning buni ham ichlarigacha obzor qilamiz. Bu o'sha yangilik. Ichlari bilan obzor qilamiz. Turganlardek biz ham ichlariga ham kiramiz buni. Odamlar chiqib olgandan keyin.